gentlemen, we are ready for co-main event of this tournament. This is a light heavyweight title fight scheduled for five-minute rounds. Our judges cage-side are Josef Louch, Jan Voborník and Wojciech Novák, and the referee in charge of the action is Piotr Jarosz. Let me introduce you both fighters, and we will start in the blue corner. 36 years old, 190 centimeters tall, weighed in 92.8, represents MMA Ankos and MMA Monster. Coaches in his corner are Petr Kníže, Tomáš Holeček, Marek Tražinský and Viktor Ševák. He has a professional record of 38 fights, 29 wins, 18 KOs, 3 submissions. Representing Netherlands Cup team Tipsport and fighting out of Uzbekistan. Interim Octagon middleweight champion Mahmoud Muradov. Across the cage in the red corner, 37 years old, 190 centimeters tall, weighed in 93 kilos, represents SBG Ireland. Coaches in his corner are Lion Burke, Nerdius Gilbanus, Ron Pluck, and Tommy Martin. He has a professional record of 21 fights, 17 wins, 9 finishes. Representing Netherlands Cup team Octagon Fantasy, fighting out of Ireland. Heavyweight Octagon champion and undisputed light heavyweight Octagon champion. Pound for pound king of Octagon rankings, Will fucking Fleury! Guys, you know the rules is in my comments. When it's stop, is stop. You can touch the gloves. Go back to the corner waiting for my comments start, right? We go. Will said that we know. Demak, do'stlar, start berilyapti jangga. Ushbu jang Chexiya poytaxti Praga shahrida bo'lib o'tmoqda. Stavins orolida, demak, Central Tennis Court Stavins deb atalgan tennis kortida ushbu qarama-qarshilik start olyapti va hamyurtimiz Octagon chempioniga qarshi jangni boshlayapti. Demak, albatta bu yarim og'ir vazn divizioni Mahmud Murodov uchun yangilik. Hamyurtimiz odatda o'rta vaznda jang qiladi. Fleury shuningdek Octagon MMA pound for pound reytingida yetakchi hisoblanadi. Hozir beldan pastga zarba berib yuborilgan ko'rinadi. Hammasi joyida deyapti. Mahmud Murodov beldan pastga zarba berib yubordi va tanaffus olishga rozilik berdi. Fleury takroriy lavhani tomosha qilamiz. Mana shu vaziyatda berib yuborilgan zarba. Buni e'tiborli jihati Mahmud Murodovning o'zi tan oldi. O'zi zarba berib yuborganini tan oldi va hakamga xabar berdi va hakam e'tiborini qaratdi. Davom etamiz. Albatta Fleuryning ustun tomonlaridan biri bu kurash. Hozir kurash tushishga harakat qilib ko'rmoqda, yo'q. Mahmud Murodov bermayapti. Jang 5 raund bo'lib o'tadi. Shuning uchun bemalol umid qilish mumkin nokaut yoki muddatdan avvalgi g'alabani ko'ramiz deb. Chunki Mahmud Murodovning janglari odatda nokautlar bilan yakunlanadi. Zarbalar bilan chiqib ketyapti Mahmud Murodov. Fleury albatta o'zini bu vaznda erkin his qiladi, chunki o'zi og'ir vazndan o'tgan. Hozir zarba o'tkazib yuboryapmiz. Og'ir vazndan yarim og'ir vaznga tushdi.
Ya'ni yaxshi zarba Mahmud Murodovdan oldinga boryapti. Mahmud Murodov yana zarbalarni rivojlantirmoqchi. Yo'q, hozircha o'zida. Fury o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. Low kick. Oyoqqa zarba berdi. Fury. Lekin ko'ryapsiz, Mahmud Murodov zarba beraman desa, tutib olyapti. Oktagon esa Murodov deya qichqirmoqda, chunki sababi ham bor. Mahmud Murodov asosiy faoliyatini Chexiyada o'tkazgan va chexiyalik ko'plab muxlislar Mahmud Murodovni o'zini hamyurtidek ko'radi. Ya'ni unga muxlislik qilishadi. Go'yo bu jang Toshkentda Humo arenada bo'layotgandek. Albatta Chexiyada bo'layotgani uchun irlandiyalik muxlislar ham bo'lishi mumkin, lekin asosan bu yerdagi ko'p muxlislarni o'sha chex muxlislari tashkil qiladi va ular katta ehtimol bilan Mahmud Murodovga muxlislik qilishadi. Hozir takedown amalga oshyapti, afsuski, va nazoratni Fury amalga oshiryapti. Albatta half guard pozitsiyasidan nazoratni ushlab olyapti Fury va zarbalar beryapti. Umid qilamanki, mana bu qo'l uch burchak ustubiga o'tib ketmaydi. Mahmud Murodov ham bo'sh kelgani yo'q. U ham zarbalarni qo'shyapti va iloji boricha mana shu vaziyatni yo'qqa chiqarish kerak, turib ketish kerak, chunki albatta xayr qilyapman qandaydir bir submission yuzaga kelmasin deb. Chunki oxirgi mag'lubiyat kurashchiga qarshi bo'lgan. Ya'ni endi kurashchi emas, mana shunday nazoratchi. Mana shu Fury bilan uslub bir xil edi. Kaya Barali. Nazorat amalga oshyapti. Qo'yib yubormoqchi emas Fury. Mana shu sababdan ham takedownga bermaslik kerak edi. Bir yarim daqiqa vaqt bor. Eslatib o'taman, Mahmud Murodov bu jangni 12 kun qolganda qabul qildi va bu qisqa muddat juda ham. 12 kun qolganda og'ir vaznga rozi bo'lib jangga chiqyapti. Risk, albatta risk qilyapti hamyurtimiz. Turib olish mumkin hozir. Yo'q. Mana bu yerda turib olyapti hamyurtimiz. Tizza zarbasi. Hammasi qonun qoidaga muvofiq berildi. Baribir Fury o'z uslubini o'tkazishga harakat qilmoqda. Zarba beryapti. Biroz mana shu efirdagi texnik nosozlik bo'lib turibdi. Mana ko'ryapsiz, efir dam oldingi dam orqaga o'tib ketyapti. Bu bizdan emas, bu o'sha uzatilayotgan translyatsiyachilardan, ya'ni Oktagon MMA saytidan bo'lyapti. Mahmud Murodov esa hozir bosimga chidab berishi kerak. So'nggi 10 soniya. Upkicklar bilan, mana bu yerda turib olyapti va zarbalar bilan oldinga boryapti. So'nggi 1 soniya. Yaxshiyam raund tugab qoldi. Yaxshiyam raund tugab qoldi do'stlar. Turish kerak Mahmud Murodov. O'ziga kelib olishi kerak. 5 soniya bo'lganda menimcha ulgurmasdik. Jang boy berilardi. Ikkinchi raund. Mana endi Mahmud Murodovdan qanday comeback do'stlar, zarbalar bilan bo'ldi, yakunlayapmiz. Chempion Mahmud Murodov ushbu Oktagon MMA kamarini olyapti. Qanday comeback do'stlar? Qanday comeback? Mana buni comeback desa bo'ladi. Mahmud Murodov 1 daqiqa avval o'zi knockdown holatiga tushib, 1 daqiqadan so'ng raqibni uxlatib qo'yapti. Oktagon MMA pound for pound reytingidagi birinchi raqamli jangchini mag'lub etib, ushbu Oktagon MMA chempioniga aylanyapti.
juda ham ajoyib jang bo'ldi biz uchun. Fury esa 6 yil davomida mag'lub bo'lmagan jangchi, bugun ilk bor mag'lubiyatga imzo chekmoqda. Bu esa u bizni kelin, ya'ni Mahmud Murodovning Fury'ning o'zi ham hayron. O'zi yuqorida aytdim, bu jangda 5 raund ko'rish qiyin deb. Hozir menimcha kirgizishmadi qo'riqchilar. Muxlislar xursand, Mahmud Murodov xursand. Bundan ortiq yana nima kerak? Albatta, ekran ortida sizlar ham ko'rib turibsiz va siz ham albatta xursandsiz. Shunchaki ajoyib g'alaba.